Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana 4x4 motoblokimiz kelgan. Shuni ozgina qisqacha obzorini qilib beramiz, qanaqa ishlatish bo'yicha. Hop, ismim Mo'min. Xudo xolasa mana shu Vemani servisida ishlayman. Nima kamchiliklar bo'lsa, motor sohasimi, korobka sohasimi hammasini remontlarini qilib beramiz. Yana kimga mana shunaqa motobloklarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, frezasini oldiga taqiladi. Orqaga temir baloni. Hop, reduktor, orqa reduktoriga 2,5 litr moy quyiladi orqadan. Oldi korobkasiga 2,5 litr quyiladi. Motoriga 1,5 litr moy ketadi motoriga. 195 motor, 16 ot kuchlik motoblokimiz. Xudo xolasa buni ham haydashlarini, boshqasini hammasini ko'rsatib beramiz. Orqasiga pluklar taqsa bo'ladi. Orada o'shancha kishi ko'tarsak oldi og'ir bo'larganda uni. Motor emas, sutdi. O polis tepada. Dumaloq teshigini to'g'rilab tur. Mana. Manda. Mana o'sha. O'ring shu. Naryodagi temir bor-ku, o'sha mashina qo'yib turishga ekanda. Ko'taring. Motobloklarimizni ham mana orqasidan ham bemalol boshqarsa bo'ladi. Orqasiga turib olib bemalol boshqarib haydab yursa ham bo'ladi. Oldingi motoblokka o'xshab ketdi yugurib yurmaysizlar. Ustiga chiqib bemalol o'tirib, 3 ta skorsli. Skorslarni ham ko'rsatib qo'y, Qobil bu yerda. 1-2-3 skorsli. Zadnigi ham bor. Hop, keyin orqa vidushini qo'shadigan отдельный rычagi ham bor. Namoda oldin o'ziga botib qolsa, orqani ham qo'shib bemalol qo'zg'alib olsa bo'ladi. Qo'zg'algandan keyin yana u joyiga qaytarib, orqa vomlari ham bor. Vomlarni ham narsalar, jatkalar taqib bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bu motoblok. Hop, bu akkumulyator statorlik. Namoda akkumulyator o'tirib qoladigan bo'lsa, ruchniy tortib zavod qilsa ham bo'ladi bemalol. Hop, soatiga bu 195 motorimiz 1 litr rasxod qiladi. Hozir 1,5 litr 1 litr quyib, shuncha joy sinovdan o'tkazib oldik. Yana bir ko'rsatib beramiz chiroyli qilib videolarni.
Hop, mana xudo xolasa ko'rdinglar ishlash jarayoni. Ozgina yerimiz yumshoq ekan, botib ketish sababiga skorslarni o'zgartirib haydadik. Mana haydalganini ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Hop, bu traktorimiz narxiga keladigan bo'lsa 20 million O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi yo pastdagi nomerlarga, yo nomer qoldirsanglar kommentariyada xudo xolasa hammasi aloqaga chiqamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.